Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhiniki Sahih Buxari namlı kitabıda biz bugünkü okumakçı bolgan dersimiz namaz okuvatkan adamның kiyimi ayağılığı söküşüp ketse, tigip ketse secde kılıvatkan halette bu namazın hükmü kanda boldu. Bu namaz durus bolandı, bulmamdı deydi de İmam Buxari rahmetullahi aleyh. Bu 379. numaralı hadis. Bu hadiste İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizge Musadded degan kishi hadis sözlep bergen edi deydi. Bu İmam Buxari'ninki ustazi Musadded ibn Musarhat namı ile meşhur tercümalı başta ötken. Bu kişi Halid degan kişiden. Halid deydi bizge Süleyman-ı Şeybani Abdullah ibn Şeddad degan kişiden. Abdullah ibn Şeddad Meymune anımız raziyallahu anhadan bayan qilgan. Bu hadisteki ravilarning tercümalı hemmisi yuqorqi başka hadislerde ötken qaytlama emas. Meymune anımız deydi de Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz okuvatgan vaqtida men udulu edim, roburu oldi edim de deydi de. Peygamberimizning öğlerine ait kichik, yo'g'on emas. Şonlaşqa Resulullah namaz okuvatgan vaqtida oldida turish o'yiniki toliqidan shundaq qisqastan holatda o'qiydi namozda. Men uduldu edim, roburu. Hem heyzlar edim deydi. Ba'zida Peygamber sallallohu alayhi vasallamning kiyimlari secde qilgan vaqtida bana tegib ketdi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning bu namoz o'qiydigan narsa shu vaqtida kichik bir kishilik joy namoz, bo'ri joy namoz da bu. Bir kishilik. Shunda secde qilib namoz o'qiydi deydi. Endi bu hadisda nurg'un mazmunlar kelib chiqadi. Birinchidan elbetqa vaqtida masalan heyzlar ayolniki bedniga kiyimlar tegib ketsa namoz o'qiyotgan vaqtida bu hech qanday namozga putluk ashang bo'lmaydi degan bo'ladi. Faqatla odamni namozdan to'sib qoladigan najislik odamning o'zidagi namoz o'quvchining o'ziga munosabatli najosat. Bu yerda najosat deb qaralgan heyzlar kishiga tekkan vaqtida qo'l yo badan yoki kiyim bu namoz yana durust bo'laverdi degan bo'ladi. Ve ondan başka hem de bir yerde en mühim bo'lgan nokta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki miyade boruğa secde qilganligi ko'rinib turadi. Bu bora ayni vaqtida şu xomniki g'azanlardan, yopirmoqlardan yo'mishtirib yasalgan bir kishilik joy namozni xumra deydi. Agar yo'g'on 5-6 kishilik, 4-5 kishilik bizning vatandagi masjidlarga soldigandek borlar bo'lsa, uni hasir deydi. Biz necha kundan so'ng o'qiyotgan hadislarga va mush hadislarga qarab ko'rib, biz endi mush namozni zemin turdan boshqa narsalarga secde qilib o'qib bo'lmamdi degan mazmunlarga İmam Buxari rahmetullahi alayh turli Peygamber sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan holatlarini misol qilish orqali yer turdan boshqa turdagi narsalarga secde qilib namoz o'qish bo'ladi degan qarashni bu yerda kuchlantirmoqchi. Hem Şialar va Sunnilar orasida emas, shu salaflar orasidami o'xshamaydigan farqlar bo'lgan. Chunki Ömer ibn Abdul Aziz rahmetullahi alayh mushta borida namoz o'qigan vaqtida bir laydak bir narsani shu borini o'tib qo'yib oladi ekan, shu yerga secde qiladi ekanda, sabab nima degan vaqtida o'ziniki texmi Xudoga bo'lgan o'zining kamchilikini, texmi to'yinchilikini bildirish uchun, xushuliqini texmi Allohga bildirish uchun mushta o'qiydi hamda. Shunlashqa shu bir qitim shu Muhammad Muxtar Shanqitininki darsida Muhammad Muxtar Shanqiti to'piq secde qilishning o'zini mustahab degan. Chunki bunda bo'lishda insonniki Allohga bo'lgan texmi qulchiligi, kamtarligi, to'yinchiligi texmi bekrak ifodalanadi. Chunki inson beshini yerga qo'ygandan keyin eng tüvençilik qulchiligini ifodalagan holat bu. Qanchaki peshonasini tuproqqa qo'yib, silkingidek, qalbi silkingidek duo qilgan vaqtida bu duoniki va bu namozniki ajoyib huzur bo'ladi. Hamda tövendeki hadisda İmam Buxari rahmetullahi alayh bab solati alal hasiri borda namoz o'qish haqida, ya'ni borda namoz o'qisa bo'ladi bo'lmamdi, buning hukmi nima degan mazmunda to'xtalyapti. Bu shundaqlar biz bayatın degandek, ham shu zemindan boshqa turdik narsalarda namoz o'qisa bo'ladi bo'lmamdi. Cho'qim zemin yoki tuproq turdagi narsalar namoz o'qish shartmi, shart emasmi deganni maqsad qilmoqchi. Chunki Peygamber sallallohu alayhi vasallamning bir qism hadislarda Hazrat Muaz degan bir so'zi borda, o'zingni to'piq bo'lig'ini ya'ni Muaz to'piq bo'lig'in deb shundoq degan. Ammo shundan qarta deb shu qism ulamalar asosandiki tuproq turini shart qilgan. Bular Shialar asosan tuproqni shart qilib turib oladi. Jabir ibn Abdullah, Abu Said al-Khudri qatorliq sahobalar
paraxut kiyimlerde örtürüp namaz okugan. Bu mu tuproq türdük narsa emas. Hasanul Basri shundoq deydi. Örtürüp namaz o'qigin. Sening ashoblaringga yoki do'stlaringga mushaqqat kelmasa, shu kiyimi bilan birga qayoqqa mangsa shu yoqqa mengib o'qiysa. Bo'lmasa o'tirib turib o'qigin. Ya'ni demakchi bo'lgani imkon bor davolg'ib ketmayga avvallab qolsa o'tirib o'qi. Agar qiyinchilik bo'ldiga avvallab qolsa o'tirib turib o'qigin demakchi bu yerda. Bu hamda 380-nomerli hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abdullah hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishi Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi nomi bilan mashhur bo'lgan tarjimali boshda o'tgan bu kishining. Bu kishi dedi bizga Malik Isaq ibn Abdullah ibn Abi Talha'dan bu zot Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilgan dedi. Bu hadisga raviylarning hammasini tarjimali boshda o'tgan. Haqiqatan uning cho'nisi Mulayka Peygamber aleyhissalatu vesselam için bir tamak tayyorlab chaqiribdi-da Peygamber sallallohu alayhi vasallamni. Rasululloh bu tamoqdan yegan va mundoq deganda, "Qo'panglar men sizlarga namoz o'qib beray" deb shundoq degan. Bu yerdagi hamda bu cho'nisi Mulayka degan bir qism muhaddislar deganki, bu Anas ibn Malikning cho'nisi deb qaragan. Bir qism muhaddislar Ibn Abdulbarga o'xshash, Imom an-Navaviyga o'xshash bular deydi. Bu bo'lsa İshaqningki cho'nisi deydi. Amaliyotda bu yerda hech qanday xatolik yo'q. Faqat bu yerda hamda agar Ishaqning cho'nisi deganlar Mulaykani Anas ibn Malikning onasi deb qaragan. Chunki Ishaqningki dadisi Abdullah, ya'ni Abdullahning dadisi Abi Talha Anas ibn Malikning onasini olgan. Anas ibn Malikning dadisi o'lib ketgandan keyin. Unda bo'lgan vaqtda bu o'gay cho'nisi bo'ladi Ishaq nisbatan. Hem Anas ibn Malikning cho'nisi bo'ladi. Agar shu çoğunu solab qalsa Anas ibn Malik. Şoňlaşqa bir qism raviylar bu yerda Mulaykani Anas ibn Malikning onasi desa, bir qismlar yo'q bu ikkalisining cho'nisi deb bayon qilgan. Qolgan vallohu a'lam. Lekin bu yerda bu Anas ibn Malikning cho'nisi degan gap bu Ishaqniki cho'nisi emas degan gapni keltirib chiqarmaydi. Muhim masala bu mesele bir yerdeki bu çoğunluklar kayısından çoğunlusu bu mesele bir yerde muhim bu emas. Bir yerdeki mesele zaten şu uyda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nemide namaz okudu şu muhim. Şoňlaşqa hem de Anas ibn Malik radhiyallahu anhu şundaqdaydı. Bizning bir borumuz vardı uzun turup qardap ketken. Şu borunu elip onu su sepip tazladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu borda turup sep bolgandan keyin bizim sep bulduk. Yani bir yetim bola vardı Resulullah'ın aqsda. Aqımızda bir ayol vardı. Peygamberimiz bizge 2 rekat namoz o'qib berib uyga qaytgan dedi. Bu hadisden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bizge muhim bo'lgan nokta bu hadisde. Tuproq türüden başka o çöp türdeki narsalarning ustida Resulullah'ın namoz o'qiganligi ko'rinib turadi. Bundan başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki şu her qanday bir ailege chaqarsa Resulullah'ın o'zi kemtarlik bilan şu ailege berib, shularning aytgan tamoqlarini yeb ve şunu bilan birga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zininki haqiqiy amaliy turmushi orqali ibadetini şu uyda namoz o'qib berish orqali hem şu uyga berkat, tabarrukni qoldirib qo'yish bilan birga Janob Rasululloh shularga diniy ta'limot to'g'risida amaliy darslarni berib qaytganligi ko'rinib turibdi. Bugünkü dersimiz müşahit boğay ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.